Yangi O'zbekistonda inson qadri, ayniqsa bolalar salomatligi davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Prezidentimiz rahbarligida sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar tufayli bolalarga yuqori malakali tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Ayniqsa bolalar salomatligini muhofaza qilish, nogironlikni oldini olish, tug'ma va orttirilgan kasalliklarni erta aniqlash hamda sifatli davolash bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday ezgu maqsadlarga xizmat qilayotgan nufuzli tibbiyot muassasalaridan biri Qurbonov nomidagi Respublika bolalar ruhiy asab kasalliklar shifoxonasidir. Bu muassasa respublikada bolalar nevrologiyasi va reabilitatsiyasi bo'yicha yagona ixtisoslashgan yirik markazlardan biri hisoblanadi. Shifoxonada yurtimizning barcha hududlaridan kelgan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga yuqori malakali va bepul ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatiladi. Bu yerda quyidagi kasalliklar bo'yicha diagnostika va davolash ishlari olib boriladi. Bolalar serebral falaji, spinal mushak atrofiyasi, autizm spektri buzilishlari, bosh miya jarohatlari asorati, bosh miya shamollashi asoratlari, nutq va harakat rivojlanishidagi nuqsonlar. Muassasada statsionar, ambulator davolash, fizioterapiya, logopediya, psixologik reabilitatsiya, davolovchi jismoniy tarbiya va maxsus pedagogik bo'limlar faoliyat ko'rsatadi. Eng muhimi, bu yerda davolash faqat dori-darmon bilan cheklanmaydi. Har bir bolaning jismoniy, ruhiy va nutqiy rivojlanishini tiklashga qaratilgan kompleks yondashuv yo'lga qo'yilgan. Shifoxona hududida maxsus sinf xonalari, logoped va tarbiyachilar faoliyati, hatto maktab yoshidagi bolalar uchun ta'lim jarayoni ham tashkil etilgan. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan inson qadri uchun tamoyil asosida bolalar salomatligiga qaratilayotgan e'tibor bu muassasa faoliyatida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. So'nggi yillarda davlat tomonidan zamonaviy tibbiy uskunalar, yuqori texnologiyali reabilitatsiya usullari va yangi davolash metodikalari keng joriy etildi. Natijada yurish imkoniyati cheklangan ko'plab bolalar mustaqil qadam tashlashga erishmoqda. Shu bilan birga ko'plab ijtimoiy fondlar va hamkor tashkilotlar ham mazkur shifoxonani qo'llab-quvvatlamoqda. Bu yangi O'zbekistonda har bir bolaning hayoti, orzusi va kelajagi davlat va jamiyat e'tiborida ekanining amaliy ifodasidir. Qurbonov nomidagi mazkur shifoxona shunchaki tibbiyot muassasasi emas, bu umid maskani. Bu bolalar kulgusi va sog'lom kelajak uchun yaratilgan mehr manzilidir. Darhaqiqat, yangi O'zbekistonda har bir bolaning salomatligi millat kelajagining mustahkam poydevoridir. Shu boisdan bolalarga ko'rsatilayotgan bunday e'tibor, yaratilayotgan shart-sharoit va amalga oshirilayotgan ezgu ishlar yurtimizning ertangi kuni barqaror taraqqiyoti va baxtli kelajagiga qo'yilayotgan eng muhim sarmoyadir.